Assalomu alaykum hurmatli davlat buyurtmachilari. Ushbu video yo'riqnomada sizlarni Xarid.uz saytida elektron to'g'ridan-to'g'ri shartnomani joylashtirish tartibi bilan tanishtirib o'tiladi. Birinchi navbatda ishni reja jadval joylashtirishdan boshlanadi. Bu yerda reja jadval joylashtirib olingan. Lotni joylashtirish uchun shaxsiy kabinet chap tomonda to'g'ridan-to'g'ri elektron shartnoma qo'shish tugmasi bosiladi. Joylashtirish sahifasiga o'tiladi. Shartnoma ma'lumotlarini kiritishdan avval yuqorida shu to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qonunchilikka ko'ra shartnomani qaysi turiga tegishli shunisi ustiga bosib belgilab olinadi. Tagida reja jadval tanlangan, tovar nomi tanlangan, tovarga tegishli ma'lumotlar to'ldirib chiqilgan, boshqa ma'lumotlar ham to'ldirib chiqilgan. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi исполнитель degan katakda yetkazib beruvchi stir raqamini kiritiladi. Bu ma'lumot kiritilayotgan paytda agar yetkazib beruvchi avvaldan Xarid.uz saytida ro'yxatdan o'tilgan bo'lsa ma'lumot chiqadi. Ro'yxatdan o'tilmagan bo'lsa ma'lumot chiqmaydi. Demak, yetkazib beruvchi avvaldan Xarid.uz saytidan ro'yxatdan o'tib olish kerak, shundan keyin ma'lumot kiritishingiz mumkin. Bu yerda yetkazib beruvchi hududi tanlanadi, boshqa kataklar ham to'ldirib chiqilgan. Tasdiqlovchi hujjatni yuklash degan joyga e'tibor qaratamiz. Bu yerda shu to'g'ridan-to'g'ri shartnomani tuzish uchun tashkilotni o'zida imzolangan yoki tasdiqlangan ichki hujjat, ichki bayonnoma bo'lsa kiritish mumkin. Faylni yuklash tugmasi bor hamda yonida kommentariy degan katakda izoh qoldirish mumkin. Bu kiritilgan hujjat Xarid.uz dasturida hech qayerda hech kimga ko'rinmaydi, faqat g'aznachilik dasturlarida ko'rinadi. Shu sababli ko'pincha bu funksiyadan byudjet buyurtmachilari foydalanadi. Hamda ma'lumot kiritayotgan vaqtda включить утверждающие лица degan katakni belgilashimiz mumkin. Bu yerda shu to'g'ridan-to'g'ri elektron shartnomani qaysi xodim tomonidan tasdiqlash kerak bo'lsa, tashkilot tomonidan shunday xodim belgilangan bo'lishi mumkin, kiritish mumkin bo'ladi ma'lumotini. Ma'lumotni kiritish uchun faqatgina pasportdagi JSHR raqamini terishni o'zi kifoya. Familiya, ism sharifi avtomatik ravishda chiqadi. Siz faqatgina aloqa uchun telefon raqamini kiritasiz hamda egallab turgan lavozimi tanlanadi. Подтвердить tugmasi bosiladi. Mana qo'shildi xodim. Zarur holatlarda plus belgisini bosib, yana boshqa xodimlarni ham kiritish mumkin. Предварительный просмотр tugmasi bosiladi. Avvaldan joylangan qoralamadan foydalanishingiz mumkin yoki yangi shablonga ustiga bosasiz va shartnoma qaysi ko'rinishda chiqadi shuni ko'rib o'tasiz. Zarur holatlarda har bir punkt tagida plus belgisini bosib, yana qo'shimcha ma'lumot kiritishingiz yoki kerakmas ma'lumotni udalить tugmasini bosib o'chirishingiz mumkin. Подтверждаю tugmasi bosiladi. Сгенерировать договор tugmasi bosilganda bu shartnoma kompyuteringizda загрузки papkasida sizga yuklab beriladi. Istalgan payt ochib ko'rishingiz mumkin. Отправить поставщику электронный договор. Отправить tugmasi bosilsa, bu shartnoma yetkazib beruvchi shaxsiy kabinetida ko'rinadi. Har bir amalni erik kalit paroli yordamida tasdiqlab olinadi. Mana ma'lumot kiritib yuborildi. Sizni joylashtirganingizdan so'ng tizim to'g'ridan-to'g'ri joylashtirilgan lotlar sahifasiga tushiradi. Buni yana chap tarafda to'g'ridan-to'g'ri elektron shartnoma varaq sahifasida ham ko'rishingiz mumkin. Har xil holatlardagi lotlar statuslari, holatlari har xil. Masalan, отклонен, mana bu lotda ko'rishimiz mumkin. Rad etish sababi отклонен degani yetkazib beruvchi tomonidan rad etilgan. Rad etish sababi ustiga bosilsa sababini ko'rish mumkin hamda amallarda изменить договор tugmasini bosish orqali shu shartnomani tahrirlab qayta yuborish mumkin. Принят tugmasi, принят holati nimani bildiradi? Bu shartnoma yetkazib beruvchi tomonidan tasdiqlangan va tasdiqlovchi shaxs tomonidan ham tasdiqlangan. Отказ членов комиссии. Bu holat nimani bildiradi? Yetkazib beruvchi tasdiqlaganidan so'ng buyurtmachi tomonidan belgilab qo'yilgan yurist xodim tomonidan bu rad etilgan. Amallarga bosib, изменить договорga bosib, qayta tahrirlab yuborish mumkin. В ожидании подтверждения от поставщика esa siz yangi kiritgan shartnomani bildiradi. Bu yetkazib beruvchi tomonidan ETSP kalit, ERI kalit yordamida shaxsiy kabinetga kirib tasdiqlanishi talab etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.